Bu videoni hali uylanmagan yoki davleniyasi bor og'ayninglarga tashab o'tirmanglar. Kelib yegandan keyin mazasi qochib qolishi. Bismillah. Mendan ko'pchilik ikrom 5 barmoq. Qoching. Do'dir. Ikrom 5 barmoqni obzor qilib beringlar debsizlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, haqiqiy fikrimni bilib olasiz. Ba'urim 5 barmoq yeysinmi? Xullas, menga yorvoraman qilib go'shtlarni olib kelishdi. Endi buni yeymiz. Men sizlarga hozir go'shtni yeyishni o'rgataman, bor. Go'shtni faqat go'sht bilan yeyish kerak. Hamda buterbrod qo'lashlaydi, 3 xil go'shtlar. Bismillah. Hamma cho'tga. Go'sht deyarli yaxshi pishgan, faqat mana bu qismi menga sal qattiq deyapti. Fakat buni qazisa, ishoninglar, haqiqatan bomba. Lekin go'sht sal menga qattiq. Mazasi yaxshi, qizarib pishgan. Eng asosiysi, bir xil ba'zida sassiq bo'ladi-yu. Shunaqa yo'q ekan. Souslar bilan yaxshi, hozir. Bunaqa go'shtlardan keyin borib antipav ichardim, lekin hozir aptekada retseptsiz berishmayapti. O'shaning uchun limon yeymiz. Ikrom 5 barmoq yengillik qo'shibdi, shashlik, gaz og'izda eryapti. Mesni go'shtligi bilinib turibdi. Qiymani ko'rdinglar, sochning, to'g'ini sal kamroq pishirishda, yaxshiroq pishirish kerak. Sal xomroq bo'lib qolibdi. Lekin mana bu ikkita shashlik, bom. O'sha gap, o'pishadigan odam bo'lmagandan keyin piyozni qovurasizlar. Bitta savolim bor. Nimaga shunaqa joyga o'xshab joylarda, ya'ni 5 barmoqlarda asosan parkent bo'ladimi, so'qoq bo'ladimi, farqi yo'q. Bu yerda ham shu muammo bor. Obsluživание, servis nimaga bunaqa xafa? Servis ustida hamma ishlash kerak, hamma. Endi ovqatlar haqida fikrimni aytadigan bo'lsam, 5 barmoqni ko'rdinglar, 5 barmoq menga juda ham yoqqan shu paytgacha sho'tda, haligacha yoqadi. Kelib albatta yeb ko'ringlar. Shashligiga keladigan bo'lsak, gaz bilan qiyma bomba, to'g'ri nimagadir menga xomroq keldi. Bu katta muammo, bunga qarab qo'yish kerak. Baliq birinchidan tog'i yog'da qilingan, ikkinchidan hidi yo'q, balonni o'zini hidi yo'q, menga juda ham yoqdi. Endi narxga keladigan bo'lsak, o'pishi shu hamma yegan ichganlarimiz deyarli 10 kishilik bo'ldi. Arzimagan 1 million so'm bo'ldi. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qimmatmi, arzonmi? Menimcha kishi boshiga 100 ming so'mdan hozir milliy taomlar ham qimmatroqga tushadi. Endi like, podpiska hali ham tekin, так что bemalol bosib qo'yinglar. Uyalmasdan kartalardan pulga ichib atmosferaga keladigan bo'lsak, 8 ta o'tov bor ekan, undan tashqari 10 ta xonaligi bor ekan. Bemalol oilaviy o'rtoqlar bilan kelib o'tirib ketsa bo'lar ekan. Rahmat demasanglar ham bo'ladi. Ketgancha. Men obzorga bir tiyin pul olmaganman. Acha kamida $10 ming olishim kerak, bunaqa.